Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kunda virusli gepatitning B, C, D kabi turlari aholi orasida keng tarqalgan bo'lib, eng xavotirli jihati shundaki, ushbu kasallik uzoq vaqt davomida hech qanday klinik belgilarsiz, alomatlarsiz kechadigan, ammo jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli kasallik hisoblanadi. Bunda bemorlarimiz o'zlarini mutlaqo sog'lom his qilishlari mumkin, ammo virus shu vaqt ichida sekin-asta jigar hujayralarini zararlab, natijada kasallikni jigar fibrozi, jigar sirozi yoki og'ir oqibatlarga olib kelgandan keyingina bilib qolishadi. Hurmatli yurtdoshlar, kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan afzal hisoblanadi. Shu sababli har bir inson vaqti bilan IV usuli orqali profilaktik maqsadda gepatitning B va C turlariga qon analizi topshirish tavsiya etiladi. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang, zero erta tashxis sog'lom hayot garovidir. Sizda virusli gepatitning B, C, D kabi turlari aniqlangan bo'lsa, fibroz darajalari yoki siroz boshlarini erta aniqlash maqsadida fibroskan tekshiruvdan o'tishingizni tavsiya etamiz. Agarda sizga fibroskan tekshiruv kerak bo'lsa, Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi ichida yangi o'quv binoda fibroskan tekshiruv faoliyat olib bormoqda. Yana bir eslatma, namanganliklar uchun haftaning yakshanba kunlari Namangan viloyati Chust tumani Poytaxt med diagnostika xususiy klinikasida fibroskan tekshiruvi olib boriladi.